Barchasi uchun muhtaram prezidentimizga rahmat aytamiz. Mana shunday yaratilgan sharoitlarning barchasini me'mori ham, tashabbuskori ham o'zlari davlat rahbarimiz. Mana bugungi kunda tashkillangan yoshlar kuni uchun, biz yoshlarga qaratilayotgan e'tibor uchun eng avvalo prezidentimizga, qolaversa rektorimizga, fakultetimiz rahbariyatiga juda ham katta minnatdorchilik bildiraman. Mana biz jamoamiz bilan Talabalar teatr studiyasida g'oliblikni qo'lga kiritdik, ya'ni respublika bosqichiga yo'l oldik. Ushbu respublika bosqichida ham faxrli birinchi o'rinni egallab kelishni niyat qilganmiz. Bugungi biz yoshlar uchun ajratilgan e'tibor uchun ustozlarimizga kattadan katta minnatdorchilik bildiraman. Bugungi Farg'ona davlat universitetida tashkil etilgan mazmunli tadbir barcha talaba yoshlarga ko'tarinki kayfiyat, unutilmas xotiralar, yangi taassurotlar baxsh etdi. Ushbu yuqori saviyadagi tadbirni tashkil etishda universitetimiz jamoasini fidokorona mehnati, ularning ahilligi, birdamligi muhim ahamiyat kasb etdi. Bu kabi yoshlar kunida prezidentimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyevning tashabbuslari bilan o'tkazilayotgan madaniy-ma'rifiy tadbirlar biz yoshlarni harakat qilishga yana ham undadi. Xususan, Amir Temur tavalludining 690 yilligi munosabati bilan tashkil etilgan Tafakkur Gulshani intellektual o'yinida jamoamiz tarix fakulteti bilan faxrli birinchi o'rinni egalladik. Tadbirlar shaffof, ochiq tarzda bo'lib o'tdi. Bu kabi tadbirlarning ko'payishi biz yoshlarga yana ham harakat qilishimizga imkon beryapti. Hammasi uchun katta rahmat aytib qolamiz. Muhtaram prezidentimiz tomonidan yoshlarga berilayotgan e'tibordan foydalangan holatda Farg'ona davlat universitetida qariyb 145 nafar talaba taqdirlandi va shu talabalar ichida men borligimdan faxrlanaman. Universitetimizda o'tkazilgan Talabalar teatr studiyasi tanlovida eng yaxshi ayol roli nominatsiyasi g'olibi deb e'lon qilindim va bu olgan nominatsiyam qariyb 3-chisi, takroran 3-marta shu nominatsiyani olyapman. Bundan keyin ham o'zimiz ustimizda qayta ishlab, yanada yaxshi natijalarga erishishga harakat qilamiz va bular uchun bizga yaratib berilayotgan imkoniyatlar va sharoitlar uchun prezidentimizga, rahbarlarga va o'qituvchilarimizga, qolaversa ota-onamga kattadan katta rahmat aytib qolaman. Bundan keyin yanada yaxshi natijalarga erishamiz. Giyohvandlikka qarshimiz nomli teatr jamoasi bo'lib ishtirok etdik va faxrli birinchi o'rinni egalladik. Bugungi tadbir tashkilotchilariga va rektorimizga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Juda ham ko'tarinki ruhdagi tadbir bo'lib o'tdi va biz bundan juda ham mamnunmiz. Yoshlar kunini bayram kuni sifatida e'lon qilganligi uchun prezidentimizga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz va ishonchlarini oqlashga va'da beramiz.